Yomg'ir maydalab yopishga boshladi. Videoni oxirigacha ko'ring, o'tkazib yubormang. Tovuqni qanday bostirishlik haqida klientlarimiz so'ragan ekan, shuni bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Maydalab boshlayapti mana. Tovuqlarimiz tuxumiga o'g'irlikka keldik. Sharoitimiz oddiy, qishloqcha sharoit. Nasib qilsa Xudo xolasa 30 metrlik tovuqlarga navis qilamiz. Qishin yozin sharoit bo'ladi. Xo'p. Chiqinglar. Bular yosh avlod tovuqlarimiz. Picha hurkak bo'ladi yosh tovuqlar. Tuxumlarni bostiramiz. Kechgacha hali yana tug'adi. Satilchamda sirri bor deydik. Mana qilargan to'g'ri. Oy. Daxlarda bor. Kurk tovuqqa yotqizish usulini. Bu ham bir sir-sinoati bor, o'ziga yarasha. Aytib ketaman hozir. Kimgadir shuni bostirib qo'yaveradi-da deyish mumkin, lekin bilib qo'ysalaringiz ziyoni yo'q. Tovuqimiz yotibdi. Mana xonim afandi. Kurk, dakanga velikan tuxum bostiramiz. Xudo xolasa, u narxi gruppadagi tovuqlar tuxumidan ham olib keldik. Tovuqimiz yotibdi. Bir balon bo'lib. Xo'p, endi buni siri nimada deydigan bo'lsak, tovuqni bostirishda shunga ahamiyat qilish kerakki, birinchi navbatda namlik bor joyga bostirish kerak. Qaysi paytda bostirish kerak namlik bor joyga? Yomg'ir mavsumi o'tib ketgan, kun issiq, saraton paytlarida yerdan qilingan joyga bostirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki namligi bo'lsa, jo'jalar qochib chiqishi yaxshi bo'ladi, rivojlanishi ham zo'r bo'ladi. Bu qishki mavsumlarda farqi yo'q, satilga, laganga bostirsangiz ham ochib chiqaveradi. Xo'p, bu tovuqimiz katta bo'lgani uchun 13 ta qo'ydik. 15 tani ham bemalol oladi, lekin 13 ta qo'yganimiz tovuqqa ham jazo bermaydi. Tovuqni bostirishdan oldin tovuqlarga bitga qarshi kukunni, barsma preparatlardan qilib yotqizsa, ertaga jo'jalar ochib chiqsa, jo'jalarga bit o'tmaydi. Keyin yana bitta siri shundaki, tovuqni joyini tayyorlaydiganda mana bu o'rtasini, mana bu o'rta tuxum qo'yiladigan joy. Markazda kosasimon qilib, chuqurroq qilib bostirilsa tuxum ko'p ketadi. Misol uchun tekis joyga 11 ta tuxum ketadigan bo'lsa, o'rtasi sal chuqurroq bo'lib, atrofida podyon bo'lsa, 13 dan 15 tagacha tuxum ketadi. Xolos tovuqimizni qo'yamiz. Juda baquvvat tovuq. Keyin ko'pchilik tajribasi yo'q, birinchi marta bostiradigan aka-ukalarimizga dakanga bostirishni maslahat bermaymiz. Chunki dakan vazni og'ir bo'lgani uchun tuxumlarni sindirish mumkin. Qimmat tuxumlarni dakanga bostirmangizlar. Mana xolasa dakanimiz va beriga suv, don qo'yib qo'yasiz. Tovuq kallasi yetadigan joyga. Keyin mana shu yoriqlik ozroq tushadigan joy bo'lsa, suv donini ko'radi. Tovuq ozib ketmaydi. Yaxshi qo'zg'ab, sog'lom holatda ochib chiqadi.